O'zimni kiyim magazini bo'lgani uchun kiyim reklama umuman olmayman. Vibr juda ham ko'p profilida, ham narxi arzon, kачествоda zo'r keladi. Asosiy sabablardan bittasi mana shu kiyim biznesiga qiziqishimga mashq qiz sababchi bo'lgan qanaqadir. Bularga men kiyimlarni model bo'lib tushib berardim. Faqat bulardan kiyim olardim. Menga aytganlar, sizni Instagramda profilingiz zo'r-ku, siz o'zingizdan magazin oching deganlar. Keyin qanaqa bo'larkin deb o'ylanib keyin magazin ochganman shu qiz sababli. Ular orada ishlamadilar, turmushga chiqdilar, farzandli bo'ldilar, lekin hozir yana ishlarini boshlaganlar. Eng sevgan ko'ynagim mana shu bo'ldi. Vashshe chiroyli. Birinchi ish boshlaganlarini srazu ko'rib aytdim, "Srochno menga mana shu ko'ynakni dostavka qilib chiqarib bering" deb. Kачествоsi rostdan ham zo'r. Narxi ham вообще arzon. Подписаны bo'linglar, dastavkalarni bir kunda chiqarib beradilar. Muomalalari ham zo'r, narxlari ham zo'r, kiyimlari ham zo'r. Yengilliklarni tez qo'yadilar. Yo'qotib qo'ymanglar profillarimni.